Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bizda navbatdagi mock test 33-35 savollar. Ularni A dan F gacha bo'lgan to'g'ri javoblarga moslashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda keyingi bo'limimiz dinamika bo'limidan bir masalani ko'rib chiqamiz. Unda aytilishicha, rasmda qiya tekisli va jism orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.5 kg. Demak, qiya tekisligimiz 37 gradus, gorizontga nisbatan 37 gradus burchagi ostida joylashgan. Xo'p, 33-savolda sistemaning tezlanishini toping deyapti. 34da taranglik kuchini toping deyapti va 35da 3 kg massali jismning yuklanishini toping deyapti. Demak, biz birinchi o'rinda bilishimiz kerak bo'lgan narsalar jismlarga qo'yilayotgan kuchlarning yo'nalishini aniqlab olishimiz kerak. Demak, xo'p, 3 kg massali jismga pastga ta'sir etuvchi mg og'irlik kuchi bor. 1 kg massali jismga ta'sir etuvchi ikkita kuch bor. Qaranglar. Xo'p, birinchisi bu birinchi kuch deymiz. Demak, birinchi kuchni qiymatini bu yerga yozib olamiz. Sirpantiruvchi kuch mg sinus alfa. Va ikkinchi kuch ikkinchi kuch bu ishqalanish kuchi. Hop, mu mg kosinus alfa. Hop, endi Newton 33-savolda tezlanish topishimiz kerak. Demak, birinchi va ikkinchi kuchlar, biz qo'ygan kuchlar mg sinus alfa sirpantiruvchi kuch, qiya tekisli bo'lib pastga va birinchi jism 1 kg massali jism. Mana bu 3 kg massali jism pastga tushish natijasida pastga harakatlanadi. 1 kg massali jism yuqoriga harakatlanadi. Bunda doim sirpantiruvchi birinchi kuch pastga yo'nalgan, ishqalanish kuchi harakat yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi. Endi xo'p, mana bu nimani tezlanish topish uchun Newtonda ikkinchi qonundan foydalanamiz. Jismga qo'yilgan natijaviy kuchning umumiy massaga nisbati jismda tezlanishini beradi deyilgan. Demak, bitta arqon, mana bu yerda bu umumiy bitta arqon bo'lganligi uchun arqonni ikkita uchiga qo'yilyapti. Bu birinchi tomoniga mg kuch, ikkinchi tomoniga bo'lsa mg sinus alfa plus mu mg kosinus alfa. Hop, natijaviy kuch topib umumiy massasi 4 kg ga bo'lsak, jismning tezlanishini topa olamiz. Demak, 33-savolda ishlanish A teng m1g, ya'ni 3 kg ko'paygan 10 plus mg sinus alfa. Mana bu yerda mana mg sinus alfa plus mu mg kosinus alfa taqsim m1 plus m2. Pastda hisob kitoblarni amalga oshiramiz. 3 ko'paygan 10. Hop, sinusning 37 gradusdagi qiymati 0.6 ga teng. Kosinusning bu holatda 37 gradusda 0.8 ga teng bo'ladi. Hisoblab chiqib, yuqori kasrning surati 20 ga teng, mahraj 4 ga teng. Demak, 24 ga bo'lsak 5 degan javob kelib chiqadi. Bu javob bizda F javobda ko'rsatilgan. Shuning uchun 33-savolda F ga belgilar ekanmiz. Xo'p, ikkinchisida aytyapti. Bunga asosan sistema erkin qo'yib yuborilsa, ipning taranglik kuchi necha newtonga teng bo'ladi? Yana chizmaga qaytamiz. Demak, mana bu yerda ipning taranglik kuchi hosil bo'lyapti. Pastga mg sinus alfa bor va ishqalanish kuchi mu mg kosinus alfa bor. Bu ipning taranglik kuchi shu ikkalasiga yengib, sirpantiruvchi va ishqalanish kuchini yengib, qo'shimcha m tezlanish beryapti. Demak, formula quyidagicha bo'ladi. mg sinus alfa plus mu mg kosinus alfa mg sinus alfa plus mu mg kosinus alfa plus m tezlanish. Demak, formulani to'rtburchakka asliga olib qo'yar ekanmiz.
4 burchakka qo'yamiz mana. Demak, hisoblab chiqadigan bo'lsak 15 newton kelib chiqadi. 3-shart 3 kilogramm massali jismning, ya'ni 35-savol. 3-sharti bu 35-savol. 3 kilogramm massali jism yuklanishini toping deyapti. Xo'p, 3 kilogramm massali jism pastga harakatlanmoqda. Demak, uning yuklanishi bo'ladi og'irlik kuchining. Xo'p, og'irlik kuchining jismning og'irligining, ya'ni mana yuklanish degani. Xo'p, jism og'irligining teng bo'ladi. Og'irlik kuchiga nisbati yuklanishini beradi. Pastga o'zi harakatlanganda mg minus a, lekin tekis sekinlanuvchan harakat bo'lganligi uchun unga qo'yilgan qarama-qarshi kuchlarni tekis sekinlanuvchan harakat bo'lganligi uchun m g plus a. Buniki mg shakl almashtirsak 1 plus a taqsim g kelib chiqadi. A 5 ga teng. 10 ga bo'lsak 0.5, 1 ga qo'shadigan bo'lsak, hop 1,5 degan javobni olamiz. Hop, demak, ikkinchi mock testni ham javoblarini, ishlanish yo'llarini ko'rib chiqdik. Hop, navbatdagi mock testimiz endi energiyaning saqlanish qonuniga oid bo'ladi, xudo xolasa. Hop, 17-18 yanvar kunlari bo'ladigan fizikadan milliy sertifikat imtihonlariga kiruvchi barcha talabgorlarga omad tilaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa sizlar uchun foydali va manfaatli bo'ladigan masalalarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Kanaldan keladigan yangi video darslarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Yangi chiqqan videolar albatta sizga yetib boradi. Ushbu videolar foydali bo'lgan bo'lsa, like va kommentariyalarni ayamasdan bosinglar. Sababi shu orqali bizni video darslarimiz ko'proq insonlarga yetib borishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.